Salom devchonki, meni ismim Laylo. Bugungi videoda sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bizni 25 mingtalik oilamiz sizni kutyapti. Bugungi videomiz raspakovka time bo'ladi. Daskanalni hamma olgan покупкalarimni ko'rsatmoqchiman. O'zlaringizga napitek tayyorlang. Menimcha video qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bugun shopping qilib juda ham ko'p narsalar oldim. Asosiy narsalar O'zbekistonga jo'natadigan narsalarim sizlar uchun. Bilasizlar, meni kichkinagina onlayn magazinim bor. Shuning uchun onlayn magazinimizga narsalar jo'natamiz. Eng birinchi navbatda boshlaydigan narsalarimiz juda ham milashka, sovg'a va o'zingizni xursand qilish uchun shunaqangi naborlarimiz keldi. Bu yoqda qattiq duki va qo'l krem. Ikkalasini ham hidi juda ham zo'r, o'zim ishlatib ko'rganman. Duhisi anchaga yetadi. O'zi juda ham kichkina, lekin hidi вообще bir kunlab ham turib beradi. Dukilardan uzoqlashmaymiz va Mistior analogini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bularni hidi shunaqangi raskoshni soch uchun duki bo'lgani uchun ichida hech qanday spirti yo'q, lekin shunga qaramasdan kun bo'yi sochimizda hidi kelib turadi. Sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Shunaqangi milashka soch uchun atiramiz. Odamlar uchun ikki xil soch uchun kraska olganman. Menimcha ranglari yoqsa kerak yoki bo'lmasa ikkalasini aralashtirib turib ham ishlatsalar bo'ladi. Odamlar koreyskiy soch uhodini juda ham yaxshi ko'radi. Tam kraskalar, treatment, shuning uchun ikkita ola qoldim bu safar. Yirik chekinish. Tana oqartiradigan losyonimiz Viti Cosmetics'dan. Bu losyonimiz ko'rib turganlaringizdek juda ham katta. 200 mg da. Juda ham barakali bo'lgan 4 ta SPF zakaz qilganman. Bular 120 mg dan. Polnushi tanamizga, betimizga va butun oilamizga ishlatsak bo'ladi. Va yana ikki xil SPF, Dermablock va Skinic'dan. Bular ham juda ham zo'r SPF'lar, 35 mg dan. Va ikkinchisi 60 mg dan. Juda ham Koreyadagi mashhur SPF. Qizil jinshilik emulsiya. Упаковкасini lekin sevdim qizlar. Buni qaranglar, upakovkasi shunaqangi raskoshniy qizil rangda. Ikki xil konditsionerlik salfetkalarda. Men quritish mashinasiga shu ikkalasidan bir donagina tashiyman. Konditsioner ham kerak emas va ko'p joy ham egallamaydi. Oqartiradigan kremimizdan ham keldi qizlar. Bu juda ham ko'rib turganlaringizdek Koreyadagi mashhur dog' ketkazadigan serumlardan biri. 3 xil atirlarimizdan ham keldi. Daily Coma brendidan. Hidlarini men sizlarga hozir ko'rib aytib beraman. Buni idishini. Baby powderni hidi, prisipkani hidi. Shunaqangi nежно. Bilasizlarmi, Koreyada juda ham yaxshi ko'rishadi. Koreyankalar как будто o'zlaridan chaqaloqni hidi kelganlarni. Shuning uchun mashhur shunaqangi hidlar Koreyada. Menga ham yoqadi bu hid. İkincisi bu yashil murskoy menimcha. Bilasizlarmi? Menga o'rmonni hidini eslatyapti. Yomg'ir yog'gandan keyin yerdan chiqadigan hid bor, asfaltdan chiqadigan hid. O'shani hidi. Oxirgisini ochib ko'ramiz. Wow! Это точно морской атор. Boyagisi unisex bo'lsa, это точно морской атор. Bleu de Chanel shuni hidi kelyapti. Dukilarni вообще zo'r qilishadi. Yana qolib ketgan narsalarimiz aloe veradan yana SPF'lar. Bu SPF yuzimizni namlantirib, juda ham tez singadi. Oqli yuzlarga rekomendatsiya qilaman. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Men bilan oxirgi soniyalargacha qolganingiz uchun rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman, devchka.